$42.500 ga bunaqa kvartira topish qiyin. Voy, narxini sirazu aytibmanmi? Mayli, siz oxirigacha ko'rib bitta like bosing va eng so'ngida narxiga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Barcha sharoitlarga ega bo'lgan 88.6 kvadrat metrga ega 4 qavatli pishig'ishdan qurilgan domning birinchi qavatidagi 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilmoqda. Videoda siz ko'rgan barcha jihoz va texnikalar bilan sotiladi. Kiyimlaringiz bilan kirib yashasangiz bo'lgani. Eron gilamlari qo'yilgan. Remont qilish jarayonida mebellar va pardalar devor ranglariga moslab tanlangan. Keng parkovka maydoni ham mavjud. Shahar markaziga esa bor yo'g'i 7-8 daqiqalik yo'l. Gaz, svet, suv va kanalizatsiyada muammo yo'q. Isitish tizimi duv-konturli kotel o'rnatilgan, atapleniya orqali isitiladi. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Bemalol telefonlashib, savdolashib, baraka qilishingiz mumkin. Kelib bir ko'ring. Sizga ma'qul keladigan bo'lsa, albatta chiroyli narxlarda qilib berishadi. Narxiga arziydimi yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Manzilimiz Farg'ona shahar Do'kanalda shundoqqina boshida bo'ldi. Quvasoy ko'chasi 181A uy 4-xonadon.